Leksimizi davamlaştırımız. Tayvan'da alem özgerdi. Beijing güçsüzlük kıldı. Mavzula haber 1. ayının 21. günü Venvi tor biyeti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. 2016 yılı 1. ayının 16. günü Tayvan'da prezident sayılımı ötküzüldü. Sayyin hanım sayılamda g'alaba qilib 3 milyon parça saylan biletini qo'lga keltirib, Tayvanga prezident bo'lib saylandi. 4 aydan keyin Tayvanda huquq topshirib oldi. Tayvanda olam o'zgardi. Tayvanda Kuomintangchilar Li Donghui, Qin Shubian qatorliq Tayvan mustaqilchilari va zotlar bu zotlardan jah to'ygan Kuomintang 96-yildan 2008-yilgacha mustaqilchilar bilan elishib, 2008-yili Kuomintang Tayvanda hokimiyat beshiga kelib, 8 yil hokimiyat so'rab, birlik sap xizmeti bilan shug'ullanib, natijani qo'lga keltiray deganda, Tayvanda siyosiy hokimiyatni mustaqillik e'tiqodiga ega Sayyin hanım qo'liga topshirib oldi. Tayvan bo'g'izida bo'ron chapqon yana ko'tarildi. Tayvan bo'g'izining tinchligi to'g'risida gumon tug'ildi. Tayvanning yeshil osmoni ko'k osmonga o'zgardi. Beijing osmoni qora bulut qopladi. Beijing osmonini qora bulut qopladi. 2016-yili tunji yaqqan qora Beijingda Jungnanxayning oilasida erimaydigan qora qarga aylanib ketdi. Sayyin hanımның Tayvanda prezident bo'lib saylanishi bilanla Tayvanda olam o'zgardi. Kelgisi 4 yil yoki 8 yil ichida Jungo Tayvan bo'g'izining voqealariga qanday taqobil turdi? Bo'libmi Amerika Yaponiyaning qo'rshovida qolgan ahvol ostida Jungo yangi vaziyat ostidagi Tayvan bo'g'izining krizisi Rais Xi Jinping aylanib o'talmaydigan, qora besib uxlay olmaydigan qabahatli kuchga aylandi. Demek bugün Jungo Yaponiya Amerika'nın qo'rshovida qolgan Jungo'di. Tayvanda bu saylamning zarbisi qanday ko'tarolmaydi dedi. Şoň Jungnanxayga yaqqan qara-qaraga aylanib erimaydigan qara bo'lib qoldi dedi. Vaqt o'tgan sari dunyomi o'zgardi. 2000-yili Qin Shubian Tayvanda prezident bo'lib saylangandan boshlab hozirgi vaqtga selishtirg'ili bo'lmaydi. Jungo iqtisodiyot taraqqiy qildi. O qudratli davlatga aylandi. Jungoning harbiy kuchi o'sdi. Tayvan bo'g'izi kriz 101 bo'lsa, o'q chiqib, miltiqdan o'q chiqib ketib, urush portlashi mumkin. Butun dunyo aqli bor junguluqlar bundaq oqibatni ko'rishni xohlamaydi deydi. Men deymanki, Jungoda bundaq jur'at yo'q. Jungoda urush qila oladigan jur'at yo'q. Jungoda urush qila oladigan yurakmi yo'q, iqtidormi yo'q, undaq armiyami yo'q. Men sizga shuni aytib qo'yayki, vatandishim, bu so'z mening so'zim emas. Jungoning buyuk mutafakkiri shunda degan ediki, Jungoda bin Guangsha Lao Beishing. Jungoning askerleri Puralarni öldürdü. Hazır qarab bakın. Jungoning askerleri Uyg'uristonda, Şinjan'da Uyg'urni o'ldirib atadi. Tibetni o'ldirib atadi. O faqat Puralarni o'ldirishlar qo'lidan keldi ekanki, u urush qilinmaydi. Urush qilinmagandan keyin papaza qilmay, Tayvan masalasi tinch yo'l bilan hal qilish kerak. Xuddi Xi Jinping rais Rossiyada erkek yo'q edi, so'ng Rossiya parchalanib ketdi degandek. Bugungi kunda rais Xi Jinping apandi o'zi erkek bo'lib o'tirg'i chiqadigan bo'lsa, Tayvandagi saylamni jur'atlik oldi qabul qilish kerak. E'tirof qilish kerak. Sayyin hanım bilan suhbat boshlash kerak. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosatimi Jungo bilan Sayyin hanımning suhbatini davomlashtirish va ularga rag'batlantirish, ilhom berishdan iborat. Masala agar Tayvan masalasini hal qilman deydigan bo'lsang, tinch yo'l bilan hal qilishing kerak. Shu qatorda Tibet masalasini, Uyg'uriston masalasini tinch yo'l bilan hal qilishing kerak. Mana bu yo'l sizlar mangadigan aqlli yo'ldir, Jungolog apandilar.